Assalomu alaykum aziz do'stlar. Salomimiz hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmasligimiz Xudo xolasa Gidrani ro'parasindamiz aziz do'stlar. Gidra kollejimiz bor. Yo'lni bo'yinda shu domni, shu yerda yangi dom qurilgan ekan. Shuni 3-qavatida. Aziz do'stlar, domimiz o'zi 4 qavatli, bir xonali kvartiramiz. Hamma narsasini tayyor bo'lgan. Pestaramiz ham laminatda to'shalib turibdi. Bu yonimizda samovarimiz, hojatxonamiz aziz do'stlar. Ko'rib turibsiz. Restoranımız ham bor ekan. Bu yerimiz oshxonamiz aziz do'stlar. Devorlarimiz oboy. Duh konturni qatorimiz ham turibdi aziz do'stlar. Hamma narsasi bor. Bu yerimiz xonasi. Xonamizda yurib turganimizdan devorlarimiz oboy, patologlarimiz figura qilib zotilingan, ajoyib chiroyli 3 oynasam bor ekan. Ajoyib. Bularni ochib qo'ysam, yop-yoqda bo'lib turadi ekan. Pastlarimiz laminat to'shalingan aziz do'stlar. Joyimizning narxi ekranda yozib turadi, kvadrat metri bilan. Aziz do'stlar, telefonlaringizni kutib qolamiz.